Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda partiya a'zolarining mayli ishxona, ko'cha, xizmat binosi, har qanday yerda bir qora boshliq rasmning "G'o'jakang bu yerda" degan ma'noda ularni nazorat qilganligini va shundoqla har qanday yerda televizor ekrani orqali ularning ish harakat gap so'z chiroy ifodalarining nazorat ichida turganligini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Winstonning ko'ksi siqilgandek bo'ldi. Winston doim Goldisining yuzida to'limu azob chekayotgandek bir ifodani ko'ratdi. U bir o'ruq yuzlik yahudi edi. Cho'qqisida quyuq oq choch halqasimon o'rin olgan. Zang'ida shalang o'chki soqol bor edi. U bir aqlli odamning chiroyi edi, ammo yanala tegidan razillik chiqib turardi. Uzun burunlaridan yashanganlar xos bir xil hanvaqtliq alangaytdi. Burnining eng ustiga ko'zoynak qo'ndirib olgan, yuzi qo'yning yuziga, hatto ovozimi qo'yning ovoziga o'xshaydi. Goldstein doimgidek partiyaning ta'limotlariga zaharxandalarcha hujum boshladi. Bu so'zlar shunchalik haddidan oshgan va bema'ni ediki, kichik bolami bayqab olaydi. Ammo bu gaplar odamni, kallasi oddiyroq kishilarni domiga tushirib ketishi mumkin ekan. Ehtiyotchan bo'lay degan tuyg'uga akilib qo'yadi. U g'o'jakini haqoratlayotdi. Partiya diktatorligini tanqidlayotdi. Yevro Osiyo bilan darhol tinchlik o'rnatishni talab qilyotdi. So'z erkinligi, nashriyat erkinligi, yig'ilish erkinligi, fikr erkinligi qatorliqlarni targ'ib qilyotdi. U inqilobga osiylik qilganligini shikoyat qilib saranglarcha tovlaydi. Partiyaning bayonotchilarining so'z uslubini taqlid qilgan, ko'p bo'g'imliq so'zlarni ko'p ishlatadigan bu nutqda yangi tildimi iboralar bor edi. Hatto u bu so'zlarni har qanday partiya a'zosidimi ko'p ishlatadi. Shu vaqtning o'zida yana Goldsteinning bu tishi palpal dabdabalik so'zlarining ta'sirida uning amaliy faoliyatidan dargumon bo'lmasligi uchun uning keynida Osiyocha chiroylardan tashkillangan sap-sap Yevro Osiyo armiyasining muz chiroy ifodasiz askarlari bir sapdan ekranga lappita chiqib yo'qab ketishga boshladi. Askarlarning marshga mangandagi utuk ovozi Goldsteinning yiqimsiz ovoziga orqa ko'rinish bo'lib berdi. Nafrat faoliyati boshlanib 30 sekund o'tmeyla yerimdan ko'proq kishi g'azabdan vaqirab jaqirashga boshladi. Ekrandagi ovu ko'ran qo'y chiroyiga va uning keyindagi Yevro Osiyo armiyasining qo'rqinchli qudratiga chidab turg'ili bo'lmaydi. Uningdan boshqa Goldsteinni ko'rish, hatto xiyol qilib silishmu odamda tabiiyla g'azab va vahima paydo qiladi. Goldstein Yevro Osiyo yoki Sharqiy Osiyodami to'la nafrat obyekti bo'ladi. Chunki Okeaniya doim ularning biri bilan urush qilsa, yana biri bilan tinchlikda turadi. Halbuki to'limu g'alita ish shuki, har zamon, har kuni necha ming qitimlab sahna ekranlarda, gazit jurnal, kitoblarda Goldsteinning nazariyalariga raddiyalar berilib, dassab chaylinib, bema'nilashtirilib, axlatga aylantirilgan bo'lsa-mu, uning ta'siri hech pasaygandek emas edi. Uningga qiziqadigan yangi ahmoqlar doim chiqib turadi. İdeya saqchilarining Goldsteinning planlashi va tashkillashi bilan qilingan buzg'unchilik, dushmanliklarni pash qilmaydigan kuni yo'q edi. U davlatni og'dirishni maqsad qilgan cho'ng bir ko'langa armiyaning va bir keng ko'lamdagi maxfiy yer osti suiqasd to'rining bosh qo'mondoni edi. Bu to'rning ismi qarindoshlar edi. Yana u yer bu yerda maxfiy tarqalib yurgan, Goldsteinning buzuq ta'limotlari tashviq qiladigan bir qo'rqinchli kitobning borligi to'g'riliq so'z cho'chaklarimi tarqalib yuradi. Aytilishicha, u kitobning mavzusi yo'q ekan. Kishilar uni faqat kitob debla ataydi. Ammo hammaylan buningdan faqat mushundoq so'z cho'chak orqali xabar topadi.
Goldsteinni yoki uning hiliqi kitobinimi odatdagi har qanday partiya a'zosi oshkora tilga elishdan amal bor o'zini qochiratdi. Faoliyatning ikkinchi minutida nafrat bildirish asabiylik darajasiga ko'tarildi. Kishilar o'rnidan turib sakrashga, qorniyi yirtilgudek yuqori ovozda vaqirashga boshladi. Avu vijik, qumseriq chosh xutun allaburun qizirib, apelsin rangiga kirib qolgan. Egizlari qirg'oqqa chiqib qolgan beliqnikidek ichilib yumilib turadi. Hatto O'Brayinning yuzimi chinqilib qizirib ketgan edi. U o'rindiqida tüp-tüz o'tiradi. Uning tarmushdek chin ko'ksi bir egizlab, bir pastlab, xuddi kuchlik to'lqinga qarshi kuchab turgandek ko'rinadi. Arqa o'rindiqdagi qora chashli qiz bo'lsa, "Cho'shqa! Cho'shqa! Cho'shqa!" deb vaqirab tillab, tuyuqsiz yenidiki qilin yangi til lug'atini ekranga atdi. Lug'at Goldsteinning burniga tegdi va orqaga yenib tushdi. Winston esiga kelib, o'zining atrofdagilar bilan billa vaqirayotganligini, so'nchiqi bilan o'rindiqning orqa taxtasiga kuchab tepayotganligini bayqadi. Nafrat faoliyatidagi qo'rqinchli ish bu yerdagi umumiy xo'rg'a amalsizlikdan tang to'g'lash emas, balki dal aksicha o'zi xolab ishiga kirib ketish edi. Uningga qatnashmaslik mumkin emas edi. Boshlanib 30 sekunddan keyin har qanday yasalmalik mumkin emas edi. Qo'rqinish va qisosxo'rlikdan paydo bo'lgan bir xil kayfiyat, qiynash, o'ltirish, yuzlarini bozg'an bilan mijivitish, bir xil orzu istak xuddi kuchlik to'p iqimidek hammaylarga taraydi. Hatto hammaylarni o'z irodasiga xilof holda yuzlari tatirib, turilib ketgan, jon jakli bilan vaqirayotgan saranglarga aylantirib yetadi. Shundaqdimi bu kishilar his qilayotgan g'azab nafrat tulumu abstrakt, obyektiv mavhum edi. Har doim boshqa nishonga tig' uchini qaratish ehtimolligi bor edi. Haqiqatdanmi bir qitim Winstonning nafrati ekrandagi Goldsteinga emas, dal aksicha G'ojakiga, partiyaga, ideya soqchilariga burilib ketib qoldi-da, qalbi ekrandagi hammaylan tillayotgan tanha azg'unga talpinib qoldi. Winstonning nazarida u yolg'on qoplagan bu dunyodagi haqiqat va ulug'likning birdan-bir yagona muhofizatchisi edi. Әмдікі дәқиқіде u birdilla yenidagi odamlarga jo'r bo'lib ketdi. Winstonga nisbatan partiyaning Goldstein haqida aytganlarining hammasi haqiqat edi. Bundaq vaqtlarda uningdagi G'ojakiga bo'lgan o'chmanlik tuyg'usi cho'qinishga aylanadi. G'ojaka uningga Osiyoga tutash chegarada bahayvat turgan, ammo ko'rgili bo'lmaydigan g'oyat zo'r, kuchlik bir qo'g'dug'uchining simosiga aylanadi. Goldstein bo'lsa o'zi shundoq yolg'iz, bichora turib, hatto uning bor yo'qligi haqida gumon turuqliq so'zlarining qudrati bilanla bir butun madaniyat qurilmasini pachaqlab tashlay oladigan bir shum sehrgarga o'xshaydi. Ba'zi chog'larda kishilarning nafratini ba'zi fidoyi harakatlar bilan nishondan bo'rvatgili bo'ladi. Tushida qora bosgan odam beshini tuyuqsiz yostiqdan silkib ko'targandek, Winstonmu nafratini ekrandagi chiroyidan keyindagi qora chashli qizga o'ngishli qarata oldi. Tulumu suzuk, go'zal bir xiyol uning qalasidan kechib o'tdi. U qora chash qizni razinga qaltak bilan urib o'ltirib etishni, to'rikka yalang'och bog'lab qo'yib, ulug' Sebastianga qilgandek. U qadimgi Rumning saqchisi, eng dastlabki xristian mo'rtlaridan bo'lib, nurg'un askarlarni xristian diniga boshlagan. Podsha bu ishni uqub qilib, uni to'rikka bog'lab, nurg'un o'qya etib o'ltirmoqchi bo'lgan. Ammo o'lmagashga oxiri qaltaklab o'ltirib etilgan. Nurg'un o'qya bilan o'ltirib etishni o'yladi. Hatto faoliyat qaynab qiyomiga yetganda avval uningga bosqinchilik qilishni, ondan bo'g'izlab etishni o'yladi. U o'zini uningga nemishqa shuncha o'chligini amdi bildi. Chunki uning belida poklikning surlik simvoli bo'lmish, odamning o'chligini keltiradigan qizil balvoq bor edi. Nafrat bildirish yuqori pallaga chiqdi. Goldsteinning ovozi amdi haqiqiy qo'yning ovoziga o'xshashga boshladi. Ko'zni yumib ochqucha uning yuzimi qo'yning yuziga aylanib qoldi.
Uningdan keyin uning yuzi ekrandagi yo'g'on avtomatni tik tutib olgan, nihoyatda zabardast ko'rinadigan Yevro Osiyolik bir askarning ko'rinishiga singib kirib ketdi. U ekranga bekla yaqin turgan bo'lib, helila chiqib keladigandek ko'rinatdi. Hatto oldingi ratdagi ba'zi kishilar jiddiylashib orqasiga dojishib ketishdi. Ammo shuning bilan bir vaqtda hammalar uf deyishib yengillagandek bo'ldi. Ekrandagi qo'rqinchli askarmi G'ojakining suratiga singib ketdi. U qora chachli, qora burutliq, o'zoyidan kuchliga chiqib turadigan, intayin sirliq, tamkin ko'rinadigan kishi edi. Surat nihoyatda cho'ng bo'lib, yuzi ekranga liq kelgan edi. Hech kim G'ojakining nima deganini anglamadi. U faqat bir necha eg'iz rag'batlantirilgan gaplarni qildi. Ovoz urush maydonidagi jaloq-juluq, qiyoqas cho'qqanning orasidan kelayotgandek anglang'achqa, aniq farqlantirgili bo'lmadi. Ammo uning so'zlaganligini ko'rishning o'zila kishilarda ishonch paydo qilishga yetarlik edi. Ondan keyin G'ojakining yuzimi asta-asta suslashdi. Uning ustida partiyaning yo'g'on xatlik 3 shuari ko'rindi. Urush tinchlikdir, hurlik qulluqdir, nodonlik qudratdir. G'ojakining yuzi ekranda yo'qolib ketmay bir necha sekund turdi va uning kishilarga berilgan ta'siri texmi ro'shan gavdalanib, xeyli uzungacha davomlashdi. Winstonning keyindagi hiliqi vijik ayol to'satdan o'zini oldidagi o'rindiqdan oshirib oldiga otdi va "Nijotchim!" degan titrangu ovozda qo'llarini ekranga so'zdi. Ondan keyin olqini bilan yuzini siypidi. Aniqki, u duo qilyotdi. Bu chaqda hammaylar to'liq past, asta ritmliq ovozda "Bip" deb g'o'ngildashga boshladi. İkki B'ning orasidagi turg'u to'liq uzun davomlashatdi. Bu eg'ir, surlik ovozga bir xil yovvoyilik yoshiringan edi. Shuning bilan birga xuddi yalang oyoq topallari bilan yerga dassayotgandek, olqonlarida chavoq chelayotgandek ovozmi anglanatdi. Bu taxminan yarim minut atrofida davomlashdi. Bu odatda hissiyot yuqori pallaga chiqqan vaqtdagi o'zini qattiq tutib olishdan chiqadigan ovoz edi. Yana bir tarafdan bu Xo'jakining donoligi va ulug'ligiga o'qilayotgan madihiya edi. Ammo bu mohiyatda ritmliq ovozdan foydalanib o'zini gipnoz qilish, o'zini uxlatish, maqsadlik tuyg'usizlanish edi. Winstonda ich a'zolari muzlagandek bir sezim paydo bo'ldi. Bu 2 minutlik nafrat faoliyatida Winston o'zini bu o'pcha asabiylikka kirib ketishdan tutib qololmaydi. Odatdagi odamlarnikiga o'xshamaydigan bu "bip" degan ovozdan Winstonning vujudi qo'rqinchga to'latdi. Albatta, u boshqalar bilan birga tang tovlaydi. Tovlamaslikqa mumkin emas edi. Tuyg'uni yushirish, chiroyni kontrol qilib, boshqalar qilganni tang qilish badanning tabiiy inkosiga aylanib ketadi. Ammo ba'zi tasodifiy daqiqalarda Winstonning ko'zi uningga osiylik qiladi. Dal ana shundoq tasodifiy bir paytda bir alohida ish yuz berdi. Agar haqiqatan yuz berdi deyish to'g'ri bo'lsa. Mana bugungi bu faoliyat jarayonida uning ko'zi to'yiqsiz O'Brayninkiga bilan uchrashib qoldi. O'Brayin o'rnidan turib, ko'zoynakini oldi va qaytadan taqidi. Mana mushu sekundga yetmagan vaqt Winstonga yetarlik bo'lgan edi. U bilib qoldi. U O'Brayinning shu topda o'ziga o'xshash o'ylayotganligini bilib qoldi. Uchur xatosiz yetkazildi. Ikkalarning mingisi ichilib ketib, qallisidagi xiyollari ko'zlari orqali bir-birining mingisiga qo'yilgandek bir ish yuz berdi. "Men sen bilan billa" O'Brayin Winstonga shundoq deyotgandek qiladi. "Men sening qandoq tuyg'uda ishkanligingni obdan bilaman. Sening o'chmanliging, nafrating, seskinishingni bilaman. Ammo g'am qilma. Men sen tarafda." Bu uchur almashtirish daqiqalari yana shundoq tezla oxirlashdi. O'Brayinning yuzimi boshqalarnikiga o'xshash hech nimani uqqili bo'lmaydigan ifodasiz holatiga qaytdi. Yuz bergan ish mana mushu edi. Winston o'zimi hozir shundoq bir ishning yuz berganligiga jazm qilolmaydi. Bundaq voqealarning davomi bo'lmaydi.
Siz bundaq işler arqılıq faqat partiyaning yana sizdinmi boshqami düşmənlərinin barlığını bilib alaydınız. Və bir xil ishonch, umidga to'latdingiz. Balkim keng ko'lamlik maxfiy harakatlar rost bo'lishi, hatto qarindoshlar haqiqatdanmi mavjud bo'lishi mumkin edi. Sanoqsiz qo'lga ilish, so'roq qilish, o'lim jazolaridan keyinmi qarindoshlarning faqat bir tush emasligini, mavjudligini aqlga sig'dirish mumkin emas edi. Winston ba'zi kunlari buningga ishonatdi, ba'zi kunlari bo'lsa ishonmaydi. Barliqiga isbot yo'q edi. Ba'zida hojatxonlarning timiga jijilangan o'qish tas xatlar yoki maxfiy tinchilib qolgan dialoglar yoki hatto ikki odam ko'rishganda qo'llarining sal boshqacha medirlab ketishi degandeklarning ko'rishish paroli ekanligi haqida so'z cho'chak bo'ladi. Ammo bular hech nimani bildirolmaydi. Bularning hammasi faqat farazdan iborat edi. Hatto bularning hammasi Winstonning o'ziningla xiyoli bo'lishi mumkin edi. U O'Brayonga qayta qaramay ishxonasiga kirib ketdi. Bundaq daqiqalik aloqani yana davomlashtirish uning kallasiga kiribmi chiqmadi. Hatto u qandoq davomlashtirishni bilgan taqdirdimi bu nihoyat xatarlik ish edi. Shu qisqagina 1 yoki 2 sekundda ular ikki bisliq ma'lum ma'nolarni almashtirishdi. Yuz bergan ishning jimisi mana shu. Ammo hamma o'zining tanholigiga cho'kkan mushundaq chaqlarda bu haqiqatmi astin chiqmog'idek ish edi. Winston o'zini roslab qaddini tiklabroq o'ltirdi. U g'artda bizni kekiribdi. Aroq kuchini ko'rsatayotdi. Uning ko'zi qaytadan qog'ozga tikildi. U o'zining boyqi xiyollarni qilib turgandimi, qo'lining to'xtamay xat yozayotganligini bayqadi. Uning qo'li avtomatik harakatlanayotgandek edi. Xatlarimi bayonqidek imir-chimir sat emas edi. Uning qalami siliq qog'oz ustida zo'q-sho'q bilan yugurayotdi. U cho'ng harflarda yo'g'on qilib, mushu xatlarni qayta-qayta yezib, qog'ozning yerimini to'shqizibdi. G'o'jakini yo'qtayli, g'o'jakini yo'qtayli, g'o'jakini yo'qtayli, g'o'jakini yo'qtayli, g'o'jakini yo'qtayli. U tuyuqsiz sarosimaga tushdi. Tulumi g'alati ish. Amaliyotda bularni yezish hargiz xotirani boshlashdan xatarlik emas edi. U birdilla yezib bo'lganlarini yirtib etishni, hatto voz kechishni o'ylab qoldi. U undaq qilmadi. Chunki endi voz kechganning foydasi yo'qligini biladi. Mayli u g'o'jakini yo'qtayli deganni yozsin, yozmasin, oqibat baribir o'xshash edi. U bu xotirani davomlashtirsin yoki davomlashtirmasin farqi yo'q edi. Ideya soqchilari o'xshashla uni qo'lga oladi. Chunki u bir og'ir jinoyat sodir qildi. Qalamni qog'ozga tekkizgandimi, hammani o'z ichiga oladigan jinoyat bo'lmish, ideya jinoyatini u allaqachon sodir qilib bo'lgan edi. Ular buni shundoq ataydi. Ideya jinoyati menga yushirib qolg'ili bo'ladigan jinoyat emas edi. Balkim bir mezgil yoki bir necha yil tutilib qolmay yuralishingiz mumkin. Ammo ideya soqchilarining qo'liga tushishingiz hamini muqarrar edi. Qo'lga ilish to'la chog'larda kechisi ilib beriladi. Tuyuqsiz uyqudan silkib, uyg'otilishingiz, mo'ringizdan tortqishlanishingiz, ko'zingizni ichib karvat beshida nurg'un kishilarni ko'rishingiz, ko'zingizga tutilgan chiroqlarning o'tkir nuriga duch kelishingiz tamoman tabiiy ish edi. Bundaq delolarning mutlaq ko'pchiligida so'roq xotirasi qo'lga ilish xotirasi bo'lmaydi. İsim familiyangiz baliq munosabatlik daftar kinishkilardan uchiriladi. Barliq izingiz to'liq yo'qotiladi. Bir damdala tal to'kis unutiladingiz. Sizdek odam azaldan mavjud bo'lib boqmagan bo'ladi. Kishilar buni parga aylanish deb ifodalaydi. To'satdilla uni bir xil jiddiylik qoplab oldi. U tulumu jiddiy yo'sinda qalaymaqan xat yozishga boshladi. Ular meni etib yetidi. Mayli karim yo'q. Ular mening orqa mingamga atidi. Karim yo'q. G'o'jakini yo'qtayli. Ular hamisha sening orqa minganga atidi. Nim bo'lsa mayli. G'o'jakini yo'qtayli. U o'zini kayniga tashladi. U o'zidan sal nomus qilib qoldi.
va qalamini asta qo'ydi. Ondan keyinla u yana shartildatib yezishni boshlab ketdi. Eshik chekildi. Allaqachon u chashqandek tushib bo'lib qoldi. U kim bo'lsa biror qitim chekib biqib ketib qola degan umidda sal kutib boqdi. Ammo eshik yana chekildi. Kechiktirish texmo xatarlik edi. Winstonning yuragi gupildab so'qib ketdi. Uzoq muddatlik odat tufayli bo'lsa kerak, uning chiroyi yanala muzdek ifodasiz edi. U o'rnidan turdi va eg'ir qadamlar bilan eshikka qarab mo'ngdi. Winston ishining tutqichini tutqandila, xotirining ustalda uchuq qolganligi esiga keldi. "Xo'jakini yo'qotayli" degan xat qog'ozning hamma yerini liq olgan edi. Xat nihoyat cho'ng yozilg'achqa, uyning ichiga kirgan odam uni gap yo'q ko'rmay qolmaydi. Winston odam ishongusiz bir xatolik sodir qilgan edi. Qog'ozdagi siyoh tixi qurimg'achqa, u qattiq sarosimaga tushgan bo'lsa-mu, yanala xotirini yapmaslikni to'g'ri topdi. U cho'nqur bir nafas elib eshikni ochdi. Qarabla uning butun badaniga ich-ichidan bir yengillik taraldi. Eshik oldida rangi ro'yining o'ngi yo'q, qo'riq bosgan, chiroydan qayg'u chiqib turadigan, chochlari shalong bir ayol turadi. "Yo'ldosh", dedi u bir xil eg'ir, ing'irgandek ovozda. "Sizning kelganingizni anglagandek qilgandim. Bizning uyning oshxonasining desiga qarab boqalasizmi? To'silib qoptikan." U mushu qavatdagi qo'shnisining ayoli Parsunis xonim edi. Partiya xonim degan so'zni ishiltish ancha to'g'ri topmaydi. Yo'ldosh degan ishiltish lozimdi. Biroq ayollarni chaqirganda xonim degan so'z eg'izingizdan tabiiyla chiqib ketadi. Gerçi u 30 yoshlar chamirsa bo'lsa-mu, ammo chiroyidagi orasiga kir tushib ketganda ko'rinadigan qo'riqlar uni kishiga xelila qiyri ko'rsatdi. Winston ayolga ergashdi. Bundaq odamni ralla qiladigan remont ishlari kunda degudek chiqib turadi. 1930-yillari atrofida silingan Zafar binosi kona turalg'u bo'lib, o'rilib ketay deb qolgan edi. Tam to'rislarning gach sovuqlari ajrab, suyulib turadi. Har qatim qattiqroq qirov tushsa, turubalar yerilib ketadi. Qor yog'sila, to'risdan suv tomchilaydi. Isinish sistemasi odatda yerim echiladi. İqtisadçanlıq hərəkətlərdə bolsa tuluq etilib. Bundaq remont işlərini özünüz qılmısınız, dərizəyə əynək almashtırışdək işlarnımı yuqori o'rindagi ma'lum komitetlarning tasdiqlashig'iga 2 yil ketadi. Tom uyda yo'q bo'lg'achqa sizni malol qildim, dedi Parsons xonim past ovozda. Parsonslarning uyi Winstonninkidan cho'ngroq, ammo boshqacha meynat edi. Uyni hozirla g'oyat yo'g'on maxluqdan biri dassab chaylab chiqib ketgandek, uydagi hamma narsa urib so'qilgandek moymoq, bukuk ko'rinadi. Xokkey to'pi, kaltiki, boks paliyi, yili yo'q futbol va ta'tir o'rilib tashlab qo'yilgan meynat kusar degandek tantarbiya lozimatliklari polning hamma yerda chechilib yotadi. Ustalda bir dasta tuyuqsiz taqsa va burjaklari türülüp ketken bir məşiq dəftəri turadi. Tamğa Yaşlar uyuşması və işpiyonlarının qızıl viviskiləri, şundaqla Qocakining yo'g'on rasmi chaplangan edi. Qaynatilgan kapustaning puruqinigu binodagi doimliq puroq deyishga bo'ladi. Shundaqdimi bu yerdagi tarning hidi uni besib ketdi. Bu tar hidining hozirning o'zida bu yerda yo'q bir odamninki ekanligiga ishonish bekli qiyin edi. Yandagi uyda biraylan bir qo'lida targ'oq, yana bir qo'lda bir parcha tozliq qog'ozi tutilib, ekrandan texcha kelayotgan harbiycha muzikaga tangash qilyotdi. "Bolalar", dedi Parson xonim u eshikka qarab qo'yib, "ular bugun bir kun sirtqa chiqmagandi, shunga albatta." Bu ayolning gap qilsa, jumlaning o'tirsida to'xtab qoladigan odati bor edi. Oshxonaning desi kapustidimi sisiq, yeşil rangga kirib qolgan meynat bilan to'shib qolgan edi. Winston zo'ngziyib suv chiqarish trubasining jaynikiga qaradi. U qo'lini ishiltishga, do'ng'iyishga o'ch edi. Bundaqda yutili o'ng'ayla qo'zg'alib ketadi.
Parsun xanım onunğa amalsız qiyafətdə qarab turatdı. Əlbəttə, Tom öydə bolğan bolsa birdamdala oңuşup yetətdi, dedi u. U bundaq işlarni qilishqa amroq, uning qo'llari to'limi abjil, haqiqatan. Parsonus Winstonning haqiqatan ministerligidagi xizmatdoshi. U o'zi semizrak, intayin aktiv, ammo kallasi bekla oddiy. Bütün vujudi ajoyib hamoqatlarcha qizg'inlikqa to'shqan odam edi. Partiya muqimliqda iddia saqchilaridimi bekrak mushundoq odamlarga tayinatdi. U 35 yoshga kirgan, ondan yoshlar uyushmasidan chiqarib etilgan bu odam yoshlar uyushmasiga kirishdan burun ishpiyonlar organida belgilangan muddatdan 1 yilcha ushuq turib olgan edi. U hozir haqiqatan ministerlikida ancha kalla ketmaydigan, darajasi tuvanrak bir xizmatni qilatdi. Undan keyin u tantarbiya komiteti va boshqa ixtiyoriy namoyish, iqtisodchilik harakati va boshqa fidoi harakatlardagi boshlamchi shaxs edi. U tamakisining isini purqiratqach, odamga to'limi salmoq va mag'rur tuyg'uda o'zining o'tgan 4 yilda har kuni kechda mahalla markazida o'tkaziladigan yig'ilishdan qolmaganligini aytadi. Parsonusning odam chidg'usi sisiq tar puruqi uning jushqun hayotiy kuchining maqsadsiz, ongsiz esyoni sifatida u qayerga borsa uningga agishib boradi. Hatto u ketgandan keyin shu yerda qoladi. Kulush bormi? dedi Winston qo'lida jaynakdagi polta bilan haplashgach. Kuluch? Parsonus xonimning uni tuyuqsiz pastlab ketdi. Bilmaydiganman. Rost. Balkim bolalar, dedi Parsonus xonim, o'tiklarning taraqshigan, tag'oqning bir nimalarga urilgan ovozi bilan tang bolalar yotoq hujriga bo'sib degidek kirib keldi. Parsonus xonim kulishni ilib keldi. Winston suni iqtibatdi va turba yo'lini to'sib olgan bir changal chashni ko'ngli ilishib turib ilavatdi. U turubidagi sovuq sudaq qo'lidagi meynatlarni amalning boricha yuyib chiqardi va yana bir uyga qaytib chiqdi. Qo'lingni ko'tar! Yavoylarcha vaqirgan bir ovoz anglandi. Umoq, ammo zaharxanda chiroy bir bola ustalning keynidan sakrab chiqdi va qo'lidagi o'yinchoq avtomatni Winstonga chenab shiltishga boshladi. Uning yendagi 2 yoshlar atrofidagi singlisimu qo'lidagi yog'och parchasi bilan akisini do'rashga boshladi. Ikkilisi ko'k rangli kusar, kul rang mayka kiyib olgan va ishpiyonlarning belgisi hisoblanadigan qizil rangli galstuk taqib olgan edi. Winston qo'lini ko'tardi, ammo ichi intayin achchiq bo'ldi. Bolaning ifodasi, harakati to'limi zaharxanda bo'lib, hech o'yinga o'xshamaydi. "Sen xoin!" vaqirdi bola. "Sen iddia jinoyatchisi! Sen Yevro Osiyoning josusi! Seni itivitiman! Parga aylantiritiman! Tuz qonlariga palivitiman!" Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelay qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.